Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar. Hammalaringizni Alloh salomat qilsin. Mana bugun muhtarama Azizaxon Bahromovna shifokorimizni qabullarida bo'ldik. Yaxshi ma'lumotlarda biz bilan bo'lishdilar. Natijalarimizni a'lo baholadilar. Omadlik bemor sifatida bepul mana qabullarida bo'ldik. Tekshiruvlardan o'tdik. O'zlarini qadrli va samimiy ma'lumotlarini tavsiyalarni bizlar bilan ulashdilar. Buning uchun bu jamoaga muhtarama shifokorimizga rahmat aytamiz. Bu xizmatlarida, sharafli xizmatlarda Alloh taolo bardavom qilsin. Xalqimizni sog'ligi yo'lida qilayotgan ishlarini xayrli, barakotli qilsin. Bu jamoaga, xosatan muhtarama shifokor opamizga o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni, rahmatlarimizni izhor qilamiz. Sizlarga ham hamisha salomatlik tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Bemorimizga ham uzoq yo'ldan Andijondan kelib ko'rikka kelganlariga hamda qilayotgan ishlarimizni bilan yaxshi baholaganlariga rahmat deymiz. Asosiysi bularni oilalarligida birinchi o'rinda iymon tursa, ikkinchi o'rinda sog'liqqa e'tibor berishar ekan. Otalarining sog'lig'i uchun kerakli hamma mahsulotlarni yetkazib turgan farzandlariga, xizmatlarni qilayotgan ayollariga va o'zlari to'g'ri hayot tarzini olib borayotganlari uchun rahmat deyman. Chunki haqiqatda dasturxonimizda juda ham iste'mol qiladigan mahsulotimiz ko'payib ketgan va bizning hozirgi kunda birinchi qiladigan ishimiz to'g'ri mahsulot iste'mol qilish, to'g'ri hayot tarzini olib borish, har kuni ko'p yurish hamda asosiysi sog' bo'lishga ishonch bilan yashash. Bemorimizda shu narsani ko'rdik va butun xalqimizda xuddi shu hissiyot bo'lishi, ya'ni sog'liqni ustun qo'yishni tilab qo'ygan bo'lardik. Hammanglar sog' bo'linglar. Rahmat.